Ah. Ah. Hey. Yaxshi, birinchi savol. Yo'q-yo'q, bunaqana uchqushuvga men buni bilaman. Bog'chada o'rganganman. 5 bo'ladi albatta. Bu ketishda hammasini yorib olaman bora. Osongina ekan. Buni ishlay olmayman. Ammo hech qisi yo'q. Bittagina savolni ishlamay ketsam ham bo'ladi. Xo'p, keyingisi. Men ilgari aniq seni bir joyda ko'rganman. Biz maktabda birga o'qiganmiz. Oypat, familiyang qanaqa? Eshqobilova. Eshqobilova. Oybek Eshqobilov degan sinfdoshim bo'lardi. U senga juda ham o'xsharkan. Akang emasmi? Aniqrog'i, u operatsiya bo'lmasimdan oldingi men edim. Good. Hurmatli otam va onam, ehtirom ila sizdan gapirishga ruxsat so'rayman. Ruxsat? Men bu saroyda yolg'iz o'smoqdadurman. Menga sirdosh bo'ladigan hamrohim bo'lishini xohlayotirman. Ont ichib aytamanki, men ham ukali bo'lishga loyiqdurman. Siz bu haqida qanday fikrdasiz? Bola nimani xohlayapti? U kichik ukacha so'rayapti. Biz hozir buni ep ko'ra olamizmi? Menga aytchi o'g'lim, kichik ukachalar qanday paydo bo'lishadi? Ertaklarda yozilgani kabi oppoq laylak tashlab ketadi albatta. Ko'rinib turibdiki, o'g'limiz g'irt to'poy ekan. Aslida bu narsalar haqida tushuntirish sizning zimmangizda. Buni baribir yaxshi joyi yo'q. Sen bilan yotmaganimizga yillar bo'lib ketdi. Shamshiringiz hech bo'lmasa barmog'imcha bo'lganda edi. Balki Mohir askar xanjari ritsar qilichidan ham samaraliroq bilsang. Mohir askar xanjari? Shuning uchun shunaqa sekinmi deysiz? Sen turmush qurmasimizdan oldin razmerimni bilarding. Ukacha qilib berasizlarmi, yo'qmi? Biz talablaringni eshitdik va senga kuchukcha olib berishga qaror qildik. Nima bilyapti? So'kinma. Kuchukchani ko'timga tiqamanmi? Ko'tagini qismog'ing joyiz. Yo'qyaptimi? Ayt, yo'qyaptimi? Tozalaysiz nahoy. Dada? Ha. Sen qiz bolasan. Senda bu narsa yo'q. Nima qilibdi? Oyim menga katta bo'lganingdan keyin bunaqa narsalardan xohlaganingcha olishing mumkin deganlar. Chunki menda bu bor. Emotional damage. Yemeyman. Opangni omuni, opangni omuni. Oy, bu yoqqa deyapman. Qornim to'q. Zot oliylari, ehtimol men yanglishayotgandirman, lekin qiz bolani ko'nglini olmoq uchun boshqacharoq yo'l tutsangiz bo'larmidi? Iltimos, o'zingizni iltifotli, nazokatli qilib bo'lib qolyapman. Nima dey? Yumshoqroq, muloyimroq. Bu yoqqa chiqdi ham jon, bu yoqqa chiqdi. Yo'q. Yana ham yumshoqroq, mayin ovoz bilan. Quyonjon, bu yoqqa chiqdim, Quyonjon. Bu yoqqa chiqdi ham jon, bu yoqqa chiqdim. Iltimos qiling. Iltimos qilib. Yo'q, rahmat. Ana. Joningiz. O'tiraveraman. Uni pashon nafsas boshina hozir.